Bilasizmi? İnsonlarning 95% hayotini 99% vaqtini o'tmishdagi g'amli hikoyalarda yashab o'tkazadi. Lekin o'tmishda yashab hozirni o'zgartirib bo'lmaydi. O'tmishdagi xafagarchiliklarni unuta olmaydigan inson aslida hozir farqi yo'q, necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, balki 20, balki 30, balki 40, balki 50 dir. Lekin uni ichida ana o'sha 10 yoshli ota-onasi tomonidan tushunilmagan, tashlab ketilgan, xafa bo'lgan bolacha hali ham ichingizda yashayapti degan. Va u bilasizmi nimani kutadi? U kutadi, чтобы o'sha ota-onasi vaqt mashinasida kelib uni o'sha 10 yoshlik davriga olib ketib, ana o'sha g'amli hikoyani qaytadan faqat endi bu safar baxtli qilib yashab berishini kutib yashaydi. Bu narsa 0 marta sodir bo'lgan. Chunki vaqtni orqaga qaytarib, vaziyatni qayta yashab berib bo'lmaydi. Keyin inson xafa bo'ladi. Nega shuncha harakat qilyapman, shuncha duo qilyapman, ammo hayotimda xuddi serial kabi takror ana o'sha og'ir vaziyatlar qaytarilib boriladi deb. Chunki ssenariy bitta. Aktyorlar o'zgaradi, vaqt o'zgaradi, lekin xuddi serial kabi bitta vaziyat takrorlanaveradi. Yechim faqat bitta. Ana o'sha ichingizdagi bolachaga o'sha og'riqni qo'yib yuborishi uchun hozirgi siz yordam berishingiz kerak bo'ladi. Eng muhim haqiqat shuki, o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin o'tmishda qolib ketgan bolachani hissini hozirga ko'chirishingiz mumkin.